ko'pchilik hozirgi paytda uyiga quyosh panelini uстановка qiladi, unutyapti. Ammo shu 4-5 xato tufayli u foyda qilmasdan puli kuyib qolyapti. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Meni ismim Ramziddin. Men quyosh paneli invertorlari va batareyalar sotish bilan shug'ullanaman. Bugungi videomizda biz sizlar bilan quyosh paneli o'rnatishdagi 5 xato haqida ko'rib chiqamiz. O'ylaymanki, bugungi videomiz sizlar uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun ham imkon qadar oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar. Xo'p o'rtoqlar, birinchi eng katta xato bu quyosh paneli o'rnatishdagi noto'g'ri hisob-kitob qilish. Ya'ni birinchi navbatda uydagi qanaqa rasxod bo'lyapti, shunaqa bilish kerak. Ya'ni misol uchun muzlatgich, televizor, konditsioner, xolodilniklarni hammasini hisob-kitob qilib, o'sha ehtiyojga mosini o'rnatish kerak. Agar misol uchun uyingizdagi talab 10 kilovatga bo'lsa-da, lekin siz 5 kilovatga qo'ygan bo'lsangiz, o'zingiz kutgan kilovatni bermaydi va o'ylaysizki, bu narsadan siz уже negativ bo'lib qolasiz. Ya'ni hech qanaqa foyda bermaykan deysiz va уже boshqalarga negativ fikr bildirishga o'tib qolasiz. Shuning uchun ham to'g'ri hisob-kitob qiling. Noto'g'ri hisob-kitob qilsangiz, albatta o'zingizni pulingizga kuyasiz va hech qanaqa foyda ko'rmaysiz. Shuning uchun ham birinchi navbatda to'g'ri hisob-kitob qilishni maslahat bergan bo'lardim. Juda ham ko'pchilik uchraydigan xato bo'lgani uchun buni eng top 1 ga qo'yishga qaror qabul qildim o'zim. Juda ham, chunki ko'p misollar bilan ko'raman, qo'shnida yoki kimdir qo'yadigan bo'ladi-da, bu ham xuddi shunaqasidan qo'yiladi, lekin o'zi hisob-kitob qilmaydiki, uni rasxodi unikidan ancha ko'proq bo'ladi. Va shuni natijasida bu narsa u o'ziga foyda qilmagandan keyin, bu yaxshi emas ekan deb o'zini puliga kuyib qolishi mumkin. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchi muhim jihati, ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, arzon narsaga uchadi bizdagi odamlar. Sifatsiz narsa olishdi deb bilaman. Ikkinchi xatoni, ya'ni misol uchun kabeldan tejayman deydi, arzon olib qo'yadi. Kabelni o'ylamaydiki, buni qizishi bor yoki ertaga bizda ob-havomizni issiq kun yoz kelyapti, yozda juda ham issiq bo'ladi. Buni kabelni qizishi bor, erishi bor. Bu narsa уже pajar kelib chiqishi, yong'in kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun ham yaxshi narsani olish kerak. Panelda ham, invertorda ham, batareyada ham, hammasida iloji boricha sifatli narsa olish kerak. Faqat arzonga tushirmanglar. Arzon narsa degani yaxshi narsa degani emas o'rtoqlar. Shuni tushuninglar. Misol uchun bizni sotish bilan shug'ullanaman, o'zim ham bizga ko'pchilik keladi, sразу narxni aytsam qimmat ekan deydi. Keyin arzonga boradi, arzonga borgandan keyin azinadan keyin nimadir muammo chiqadi, problema o'ziga o'zi, yana ortiqcha yugur. Bu narsa menimcha уже xato deb bilaman men. Uchinchisi bo'lsa, ko'pchilik panel o'rnatayotganda e'tibor bermaydi. Yonidagi daraxtga yoki qo'shnisining uyidagi antennasiga soya tushirib turadigan bo'lsa, panelga u narsa ham xato hisoblanadi o'rnatishdagi. O'sha panel o'rnatishda uning gradislari bor. Gradislarni hisob-kitob qilishga o'ylash kerak. Qanaqadir yonida kattaroq dom bo'ladigan bo'lsa, uni panelga soya tushadigan bo'lsa, u narsa effekt kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha atrofdagi o'sha qarashli daraxtlar soya tushmaydimi yoki kimdir antennasi soya tushirib qo'yib, xalaqit qilmaydimi? Shularni ham ko'rib chiqish kerak. To'rtinchi xatoimiz bo'ladigan bo'lsa, bu batareya tanlayotgandagi ko'pchilik xato qilgan narsa. Batareya o'zi aslida sizni rasxodingizga mos bo'lishi kerak. Agar mos bo'lmasa, bu narsa o'z xohlayotgan natijani bermaydi. Ya'ni sizdagi rasxod 10 kilovat bo'ladigan bo'lsa, batareya 5 kilovatli bo'ladigan bo'lsa, tez tugab qoladi-da, keyin siz o'ylaysiz, kuch yetmayapti buni yoki meni aldab yuboribdi, lo'q qilib deb o'ylaysiz. Bunaqa emas. Siz avvalambor o'zingizni qanaqa yuklama qilyapsiz, nagruzka qilyapsiz, shuni bilishingiz kerak, shunga mos olishingiz kerak batareyani. Keyingi videolarda xudo xolasa batareya tanlashdagi video qilamiz, xudo xolasa uni ko'rib chiqamiz bu haqida. Beshinchisi menimcha eng muhim, eng optimal variant bo'lgan mavzu bu ustanovщикlar. Bir xillar bor, o'zim ustanovka qilaman, o'rganib olaman, YouTubedan yoki YouTubedan ko'radi, oson-ku deydi, o'zi qiladi yoki eng arzon usta toptiradi, arzon ustaga qildiradi, keyin nima bo'ladi? Ozgina vaqtdan keyin invertor kuyadi, panel ham kuchli bo'ladi,
odamlar tushuninglar, arzon degani yaxshi degani emas. Sifatli, professional ustiga qidiringlar. Ertaga shu narsadan siz daromad qiling, foydaga chiqing, и все. Arzon ustiga qildirasizda, keyin nima bo'ladi? Bir haftadan keyin yugur, remont qildir uni, tuzattir, uni qil, buni qil. Sizga yana pul sarflaysiz shu narsaga. Bittada yaxshisiga, eng sifatlisiga qildirib turing, bo'ldi. Shu narsadan keyin bu narsadan siz faqat daromad chiqishingiz kerak. Xulosa shuki, birinchi navbatda hisob-kitob muhim jihati, eng muhimi to'g'ri hisob-kitob qilish kerak, sifatli narsa olish kerak, arzoniga tushish kerak emas. Uchinchisi, bateriyani to'g'ri tanlash kerak va eng muhimi professional ustiga o'rnatish kerak. Quyosh paneli tizimini menimcha xudo xolisa qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim, imkon qadar. Agar qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolisa like bosib, obuna bo'lishni albatta unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Aytgancha, keyingi video nima haqida bo'lishligini yozib qoldiringlar kommentariyaga.